Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari, hurmatli havaskor bog'bonlar. Biz navbatdagi video suhbatimizda sizlarga yanada mana shu intensiv bog'lar haqida qisqacha ma'lumotlar bermoqchimiz. Ya'ni intensiv bog'larni ahamiyati juda katta bo'lyapti. Sababi qisqa maydonlardan katta hosil, ko'p hosil olish mana shu intensiv bog'da amalga oshiriladi. Buning uchun maxsus payvandtaklarda o'stiriladigan pakana bo'yli meva ko'chatlari tanlab olinadi. O'zi asosan mana shu past bo'yli meva daraxtlari ikki xilga bo'linadi. Tabiiy holatdagisi bo'ladi va yana sun'iy holatdagi payvand nimalar, pakana bo'yli meva daraxtlari. Tabiiy holatdagisi bu asosiy o'zi o'sha tabiatda yaralgan past bo'yli payvandtakli meva daraxtlari. Biz uni sun'iylashtirib, ya'ni o'sha payvandtakka hosildor bo'lgan, biologik jihatdan juda qimmatli bo'lgan hosildor navlarni ulab sun'iy ravishda ko'chatlar olamizda, uni intensiv bog'larda qisqa masofali qator oralarida qatordagi tublarini oralarini ham qisqa qilib ekishga harakat qilamiz va natijada 2 barobar, ayrim joylarda 3 barobargacha meva ko'chati 1 gektar joyga joylashtiriladi. U oldingi katta baland mevalarga nisbatan hosildorlik ham shuncha 2 yoki bo'lmasa 3 barobar ko'p hosil olinishi kutiladi. Ya'ni olmadan 60 tonnagacha 1 gektaridan hosil olish mumkin. Yana bir ajoyib xususiyatlaridan birisi bu mevalarning standart holatda 95% gacha standart holatda bo'lishligi. Bu pakana payvandtaklarga ulangan pakana meva daraxtlarda, ya'ni intensiv bog'lardagi daraxtlarda 95 gradusgacha standart mevalarni hosil bo'lishi, 80-85% gacha birinchi navli mevalar yetilishi kuzatilgan. Qolaversa, bu meva daraxtlari kech o'sishdan to'xtashi, ya'ni kech tinim davriga kirishi holati bu asosan o'zini tanasiga ko'proq oziq elementlarini to'plashi bilan xarakterlanadi. Natijada yaxshi xususiyatlari, ya'ni salkashlik, ya'ni 1 yil solib 1 yil meva solmaydigan xususiyati deyarli kuzatilmagan. Ana shunday yaxshi xususiyatlari bor. Lekin juda sermashaqqat agrotexnik tadbirlari bor, ya'ni butash, qirqish, shakl berish, yilda 2-3 martalab kesish ishlarini olib borish, shunday alohida oziqlantirish ishlari juda murakkab. Shu bilan birga agrotexnik tadbir